Toshkentdagi Indeks bozorda mana Xitoyda minilgan Onyxlar yotibdi. Egasini so'rasak, 1 yildan beri mana shu yerga tashlab ketgan. Egasi yo'q deyapti. Hammasi minilgan Onyxlar. Kilometrini bilmayman, hattoki mashina ochiq, kaliti ham bor ekanmi? Buniki tushma, moniki bo'lsa kerak. Mana. Qaranglar. Kalitlari bilan yotibdi. Xitoyliklar olib kelgan deyishdi, narigi tomondagi avtosalonga kirsak. Bularda Xitoylar O'zbekistonda Onyxlarni bozori kosotligini bilmasdan olib kelib olibdi shekilli. Mana bu Honda'lar ham bor ekan. Honda'larda ham eshigi ochiqmi ekan? Qanday o'tsak bo'ladi bu yoqqa? Mana Onyx. Bu ham ochiq. Hammasi ochiq. Lekin egasi yo'q. Bular bekik ekan. Bu ham bekik. Bunisi ham bekik ekan. Qarang. Balonlarning damlari chiqib yotibdi. Qarang, bu ham ochiq. Hammasi ochiq minilgan Onyxlar. Eng qizig'i egasi yo'q bularda. Ba'zi bir qatorda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tadan 2 qator 16 17 18 19 20 21 22 23 25 ta Onyx bu do'stlar. 25 ta Onyx. Bu yerda egasiz yotibdi. Agarda Onyx minaman deganlar kelib kalitlari o'zida ekan, minib ketsalar bo'lar. Tak, bu qayerda desalar, Indeks bozorida mana B3-1 sektorida. Qani buni ham ochiq, bu ham ochiqmikan? Ochiqmi? Mana Xitoydan kelganda mana doказательствоsi. Mana pichatlari. Mana Xitoy yozuvida mana. Qara, orqada Xitoylar shapkasi ham bor ekan. Mana eng asosiy doказательствоsi mana. Ochiq shapkani. Mana. Nishon deylarmi? Qani mana kiyib ko'rchi Ilyos. Qani kiychi. Ishonmaganlar kiyib ko'rgandan keyin ishonishadi. Ana. Точно Xitoydan kelgan bu mashinalar. Apga men kiyib olaman. Ya buni egasi bormi? Mashinalar, siz bilan gaplashdik-a? Egalari bormi? Tak. Mana yana Xitoy suvlari. Bu ham mana Xitoy suvi. Nima bo'lsa kerak deysan? Hozir kapitga berorsa kerak, to'kilib ketgan ekan. Kapotini ochchi, kapotini ham ko'raylik. Men o'ylaymanki, bu mashinalarda agar sotib oladigan bo'lsa, aniq arzonga beradi. Bu Xitoydan kelgan kepkani kiyib olamiz endi. Turbo dvijok. O'zi bular turbo bo'lsa kerak. Faqatgina akkumulyatorlar yo'q ekan. Akkumulyatorlarning joyi mana bo'sh. Balonlari ham zimniy rezina ekan. Mana shipovanniy rezinalar mana mayda-mayda tishli bo'ladi. Shu yerga yaxshi tishlash uchun bular lipuchka deydi. Shipovanniy emas, lipuchka ekan. Shunaqa.
Nima deding? Mayli qishda kelganlarda zimni bo'lsa. Ha, qishda aytdi-yu, erta bahorda tashlab ketishgan dedi. Ular qishda kelgan mashinalar ekan. Qani ochchi? Доказательство bilan. Ha? Nimalar ekan? Bunisi nima ekan bilmadim. Ular do'stlar mana agar qiziqqanlar bo'lsa B3-sektor 193-joyda o'tdi. B3-sektor 194. Hali ko'rsatib o'tganimdek, mana shu sektorga kelib 10x minadiganlar egasini surishtirib topib arzon garovga olsangiz bo'ladi. Birini хочу akkumulyatorlarni. Qani? Oho, mana qaranglar mana. Mana akkumulyator, ana akkumulyator. Zapaskalari ham bor, qaranglar, shunday tashab ketishgan. Mana biz SSR davrida kommunizm quramiz deb 60 yil kommunizm qura olmadik. Xitoylar kelib mana kommunizmni qurib qo'yibdi. Birini хочу. Birini хочу. Yoqqanini olib minib ketaverasiz. Da. Hondalar ham bor ekan. Honda bor ekan, Hondalarni bekitib qo'yibdilar ekan. Bularniki. Zimni balon. Qani buni ham ochchi? Ha, bu ham ochiq mana. Bekikmi? Hondalar bekik. 10x'lar ochiq. Mana 10x'larda Kitayskiy varianti. Qarash o'rtada turibdi, sotilmaydi. Qanaqa qilib olib kelgan dedingiz? Xitoydan yilini o'zgartirib olib kelgan. Yilni o'zgartirib, dokumentdan yo mashinaga o'ziga urib kelganmi? Endi nima qilgan bilmayman, dokumenti noto'g'ri-da. Ha, dokumenti yo'q, noto'g'ri tashlab ketgan. Egasi qochib ketgan. Egasi qamalib ketdi, shunaqa bo'ldi. Bu endi mashina nima bo'ladi? Davlat balansiga turibdi. Sotam bir kun bor. Qachonni bu auksionda sotadi. Qachon sotadi bilmaymiz endi. Sudi bu boshqasi pul davlat balansiga o'tgandan keyin. Meni ko'zi ham biroz tushunmaydi. Xitoy 10x'lari boshqacha ekan. Ko'p ochiq bo'ldi. Hammasi ochiq ekan, Hondalar bekaygan ular. Xitoylar ham o'zimizga yoshgan aprasi bo'lar ekanda. O'zimizdan o'tgan bo'ladi. Endi U Xitoylardan yuqqanmi bizga aprasli yo bizdan yuqqanmi ularga? menimcha bizdan yuqqan bo'lgan. Bizdan yuqqani. Mayli aka, sog' bo'ling, ana buni sababini ham bildik. Bu mashinalarda dokumentlar chatoq ekan, yilini o'zgartirib kelgan dedimi? Xullas ares bo'lgan, egasini qomalib ketgan, ular egasi yo'q, mashinalar ekan bular. Sababi bilindi mana do'stlar. Ovora bo'lib bu yerga kelib yurmanglar. Biz reklamani noto'g'ri qilib qo'yibmiz. Lekin bitta mana shapkali bo'lib oldik. Panamalik. Ketdik. Ha, qachon buni